Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Bo'ri va qo'y masali sizlar uchun ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bir kuni bo'ri tog' etagida suv ichib turgan qo'yni ko'rib qoldi. Bo'ri qo'yga yaqinlashib dedi: "Nega suvni loyqalayapsan? Men ichyapman-ku." Qo'y muloyimlik bilan javob berdi: "Men sizdan pastroqda turibman. Suvni qanday loyqalay olaman?" Bo'ri biroz o'ylanib yana dedi: "Mayli, lekin o'tgan yili sen meni haqorat qilgansan." Qo'y hayron bo'lib dedi: "O'tgan yili men hali tug'ilmagan edim." Shunda bo'ri jahli chiqib baqirdi: "Baribir sen aybdorsan." Va hech qanday sababga qaramay qo'yni tutib yeb qo'ydi. Xulosa shuki, yomon niyatli odam sababni emas, bahonani qidiradi. Haq gap ham ba'zan zolimni to'xtata olmaydi. Masal mag'zi asaldir. Agar siz ham mag'zini chaqqan bo'lsangiz, asaldan bahramand bo'libsiz.